Я свою. Раиса Васильевна, сколько вам лет? Мне 97. Машаллах, уже Еще 100! маме будет. Да. Как хорошо! Вот. Дай Бог до вашего возраста Да. жить. И Нет, хорошо у меня- выглядите в таком Я возрасте. читаю. Я вот Вы сколько у меня еще, книжек. вы еще без очков читаете? Читаю. Без очков? Да. Но у меня читаю. глаза ремонтированные. У меня А, ремонтированные глаза. У меня новые зрачки ставили. У меня все, врачи хорошие надо мной работали. У меня сын тоже врач. вот Сын она тоже что. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'omsiz. Bugun mana hozir biza Staraya Kupovna Moskovskiy oblastga keldik. Bu yerga bizning biznes partnyorimiz bor. Sidelkaga ishlaydigan andijonlik qizimizni hozir sovg'alarini olib kelib topshiramiz. Bular ham hozir biznes partnyor bo'lib, hattoki qizlari nabiralarigacha bu biznesga hamkor qilishdi. Chunki kelajakda o'sha uzoqdan ko'rib bilishadi. Shuning uchun azizlar, siz sidelkaga ishlaysizmi, добровольница, qayerga ishlaysiz? Uyga o'tirib ham bu ishni bemalol qilsangiz bo'ladi. Safimizga qo'shiling. Hozir Nargizaxon haqida sizlarga qisqacha obzor berib qo'yaman azizlar. Albatta bu yerga ishlagan inson katta daromadlarga chiqa oladi. Shu narsaga biz borib yetyapmiz. O'zimiz bilan mana shu hayotini o'zgartiraman deydigan insonlarni olib, qo'llaridan ushlab, mana shu biznesga kirgizib boryapmiz azizlar. Qo'shiling, biz bilan birga hamkor bo'ling. Nargizaxon, mana sovg'alaringizni olib keldik hozir. Здравствуйте. Моя подружка. Ой, какая красивая бабушка. Да. Как вы? Ой, бабушка вот такая. Ага. Ой, вот ты какая подружка тебе. Ты смотри, скажи, стул. Давай, садись. Стул есть. Кресло такое плохое. Нет, хорошо. Azizlar, biz ham hozir Staraya Kupovnaga biznes partnyorimiz Nargizaxonni oldiga keldik. Andijonlik Nargizaxonimiz mana anaqa sidelkaga ishlaydilar. Dachaga mana shunaqa dachaga kampirga qarayaptilar. Kampir bilan ham yarim soat suhbatlashdim. 97 ga kirar ekan, baquvvat. Ko'zoynaksiz kitob o'qir ekan. Biz Nargizaxon qanaqa bo'lyapti? Yaxshi, Xudoga shukr ishlab yuribmiz. Aha. To'g'risi men shu a'zo bo'lganimga Sayyoraxon sizga ko'proq rahmat aytaman sizga. To'g'risi nima desam ekan? Elni tanisang da, to'g'risi odamni tanisang elni taniysan ekanda. To'g'risi men sodda edim, oshiqcha sodda nima edim. Shunchalik sizlar bilan qo'shilib, sizlar bilan nima bo'lib rahmat deyman, Allohga shukr deyman. Sizlar meni shunchalik a'zo qilib nima qilganinglar uchun. To'g'risi gapirishga hozir nima bo'lib ketyapman, yig'i kelib ketyapti menga. Shunchalik hurmat qilib kelganingiz uchun. Nima bo'lyapti? Gapim topolmay qoldim. Insonlar просто так не встречается deydi-ku. Uchrashganimiz ham bu sizga balki sizni hayotingizni o'zgartirishingiz uchun anchagina turtki bo'lar. Ancha turtki bo'ldi. Nimaga deganimizga safaran rosa tushkunlikka tushgan mahalimda keldinglar. Shunda ancha o'zimga tikkaladim-da, nima uchun shularni qilagan ishni men qila olmayman. Shular qilgan ishni men ayol bo'lib turib nima qilaman? Nimaga tushkunlikka tushishim kerak? Nima uchun? deb o'zimni tikkaladim. Ancha tikkaladim mana. Xudoga shukr. Hozir mana bugun yana nabiralar bilan qizlarini kirdirmoqchilar bu biznesga, vложение qilib, investitsiya qilib qo'ymoqchilar. Shuning uchun azizlar, sizga imkon bor hozir Rossiyada bemalol o'tirib, sidelkaga ishlaysizmi, boshqa joyga ishlaysizmi, keling biz bilan birga bo'ling. Nargizaxonni prosta betlarini ko'rsata olmayman, hijobdalar. O'tirib she'rga Qur'on o'qib, 5 vaqt namozlarini o'qiydilar, mashalloh. Ish qilib topganlariga baraka bersin. Oldinga qo'ygan maqsadlariga erishish nasib qilsin. Kelmoqchi bo'lgan insonlarga nima deymiz? Bu biznesga qo'shilmoqchi bo'lgan insonlarga. Sayyoraxon qo'shilsin. Bu biznes hamisha oilali biznes ekan, foydasi bor ekan. Menga o'xshagan tushkunlikka tushgan insonlarni to'g'risida hayotga qaytarar ekan. Bekor o'tirgan nima deydi? Xudoyim aytadi-ku, sen harakat qilsang, Xudoyim men beraman baraka deydi-ku, shuni singari baraka beradigan kompaniya ekan to'g'risi. Taklif qilamiz. Ancha qizim ham, o'zim ham Xudoga shukr, alhamdulillah, ancha o'zimizga kelib, o'zimiz ham nima bo'lib qoldik. Taklif qilamiz bu biznesga. Hammani qo'shilinglar deyman.